Siz dünya tarixidagi xenimlish madaniyatining elib kelgan ziyinning zoti qanchalik qo'rqinchli ekanligini bilamsiz. Amaliyotda erlarning xenimlishining xavfi bo'lsa, qadimdan hozirgacha dunyoning har qaysi joylarida mavjud. Biz avval g'arb ellaridagi ikki misolni so'zlaylik. Birinchisi bo'lsa Lidiyan podshohligining tub yiltizida yo'qolishi. Milodiyadan burungi 546-yili xenimlish deydigan so'zga o'xshab ketilgan bir so'z paydo bo'lgan. Ayni vaqtda yerliklarning tilida malakiya deyiladi. Bu bo'lsa qadimki grek tilida intayin sipta va ojizlashtirish holatida va yoki erlik jasorat kamchik erlarning xosligini tasvirlagan. Tarixiy kitoblarda xotirlanishicha ayni mazgildagi qadimki Gretsiyadagi Cyrus imperiyasi amdila kuchli raqibi Lidiyan mamlakatini bo'ysundirgan. Bu mamlakatning qo'l ostidagi cho'ng vazirlar Lidiyanning isyon ko'tarib qayta davlat qurishdan qattiq ansirab, qanday qilganda buning oldini olish to'g'risida maslahatlashgan. Cyrus imperiyasi mundaq degan: ularning o'g'il farzandlarini naqsh etish, usul o'ynash, soz chelishlarga avatish kerak. Cho'ng bo'lgandan keyin malakiya bo'ladi, ya'ni xenimlashdi degan. Shuning bilan qadimki greklarning ostrtning kontrollik ostida Lidiyan erlari kullik holda xenimlashtirilib, qarshi turadigan irodasi butunlay yo'qotilgan. Eng oxirida bo'lsa tarixning cho'nqur dengizlarida g'oyib bo'lgan. Ikkinchi misol bo'lsa dunyoga taniqli Fransiya cho'ng inqilobi. Fransiya cho'ng inqilobi portlashining sababi bo'lsa intayin ko'p. Biroq Angliya tarixshunoslari bu davrdagi tarixni tadqiq qilayotgan vaqtda o'zining alohida bo'lgan ko'z qarashi bor. Ular Fransiyadagi inqilobning yuz berishining sababining muhim bo'lgan o't biltisi bo'lsa 7 yillik urushning mag'lubiyati deb qaraydi. Undaqda 7 yillik urushda Fransiya nima uchun mag'lub bo'ladi? Angliya tarix ilmida mundaq bir qarash bor. U bo'lsa 18-asrning o'tirlaridagi Fransiya Bobniya xandonligi amaliyotda bo'lsa bu bir xil xenimlish madaniyati avjiga chiqqan podshohlik. Ayni vaqtdagi Fransiya erlari yolg'on choch kiyib, yuziga may surib, igiz pashnliq oyoq kiyib yuriydi. Kunda o'ylaydigani bo'lsa qanday qilib larzon oqsumakka aylanish. Bu xil mavhum va ojizlish stili armiyaning ichiga tarqalgan. Shuning bilan ko'p qitimliq urushning mag'lubiyati kelib chiqqan. Eng oxirida bo'lsa Fransiyaliklarni bevosita butkul Kanada va Hindiston zaminiga ko'chman bo'lishga majburlab Fransiyaning amaliy kuchining davolashidagi muhim burilish nuqtasi bo'lib qolgan. Butkul dunyoda bundaq misollar intayin ko'p. Xenimlashning eng cho'ng ta'siri bo'lsa jismoniyatda emas, balki ruhda. Jismoniy kuch jihatdagi farqni mashina orqali to'liqlig'i bo'ladi. Biroq ruhiy jihatdagi ojizlikni sirtqi jism orqali o'zgartirib bo'lmaydi. Shunga xenimlashni boshqarmay bo'lmaydi.